Bu video darsimiz orqali biz 36 bir imtihoni Titki testi 15 va 16 savollarni tahlil qilamiz. Sharti quyidagi dialogni eshitib, to'g'ri rasmni tanlang va har biriga 4 balldan beradi. Bu degani ikkita testimizga jami 8 ball berar ekan. 15ni hop matnini o'qib tahlil qilishdan oldin 4 ta rasmni ko'rib chiqamiz. Birinchi rasmda erkak mana bu qutini ayolga beryapti. Ikkinchisida ayol quti ko'targan va erkak uni yonida turibdi. To'rtinchisida ayol quti ko'tarib xonaga kirgan holat va to'rtinchisida ikkitasi ham quti ko'targan holat. Shu. Endi erkak aytyaptiki, mugo ushijo chega tova tirilkayo. Mugopta degani og'ir. Mana bu shi hurmatni ifodalaydi. Ya'ni bu og'irmi? Bu og'irmi? Hurmat holatda unga savol beryapti. Ya'ni siz ko'targan narsa og'irmi? Chega tova tirilkayo. Chega degani men ma'nosida keladi. Men tova tirilkayo yordam beraymi? Yordam beraymi? Shunda ayol kamsahamnida. Rahmat. Mun chom yoro chushiga so'yom. Mun degani eshik. Eshikni. Chom degani iltimos ma'nosida keladi. Yo'lda ochmoq va yoro chushiga so'ya ochib berasizmi? O chushiga so'ya grammatikasi bor. Ib berasizmi deb tarjima qilinadi. Eshikni ochib berasizmi? Shunda bu dialogga mos rasm faqatgina 2 bo'ladi. Ya'ni ayol quti ko'targan va erkak yordam beraymi desa, yo'q, yordam bering, ya'ni rahmat, eshikni ochib bera olasizmi deyapti. Javob 2 bo'ladi. Va 16 testimiz quyidagicha. Ya'ni birinchi rasmda erkak ofitsiant zakasni olib kelyapti. Ikkinchisida telefon tushib ketayotgan holat, erkak ushlab oldi. Uchinchisida hop ayol oshxonaga kirib kelgan holat, ya'ni telefon topshiryapti, adashmasam. Va to'rtinchisida ayol ketayotgan holatda erkak uni orqasidan mana bu telefonni olib boryapti. Shunda erkak aytyapti ekanki, chamkanmanyo sonnim. Ya'ni 1 daqiqa mijoz deyapti. 1 daqiqa. Sonnim degani mijoz. Mijoz yoki mehmon. Yoki chonhuagi noko kashosoyo. Yoki bu yerga chonhuagi degani telefon apparati yoki oddiygina telefon deb tarjima qilamiz. Telefon. Bu yerga telefoningizni nohta degani qo'ymoq. Go degani ib ma'nosida keladi. Telefoningizni qo'yib ketibsiz. Shunda ayol aytyaptiki, mana bu qavs ichidagi narsa u holatni ifodalaydi, ya'ni nollantishing, hayratlanib. Ammo kreyo. Shundaymi deb yana hayratlanib javob beryapti. Shunda bizda to'g'ri javob 4. Ya'ni u telefonni qo'yib ketgan holat bo'ladi. Javob 4. Bu 36 bir imtihoni Titki 15-16 tahlili edi. Yaxshi tushundingizga umid qilaman.